Eng arzonida, eng arzon rekord narxda Kia K8 avtomobili 2022-yil ishlab chiqarilgan 3,5 litrli ofitsialniy dilerdan olingan mashina. Bor yo'g'i 32 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinani 3 tami 4 ta detalli kraska bor. Mana shu krilo, adashmasam kapotga ham o'tgan bo'lishi mumkin, lekin udari yo'q ekan. Bemalol tekshirib olasizlar. Mana shu 3-4 kunning ichida kuchli mutaxassislar bilan tekshirtirilgan ekan. Javob deyapti, sizlar ham tekshirib olasizlar. Eshik krilolarda yo'q. Kraska sepilgan bo'ldi, qirilgani uchun. Mana shu orqa kriloda ham bor, lekin mana shu joyiga ozgina ichiga o'tgan, ham strashniy emas. Bemalol tekshiraverasizlar. Full 3,5 hamma navoroti bor, tonirovka. Salonlarning holati tinib o'tiribdi. Endi mashinani komfortini oldi, kraskaga qaramay o'tirmaydigan odamlar uchun zo'rda. Chotki turibdi, sepilgani ham bilmayotgani yo'q. Butun chotki 22-yil 32 ming yurgan K8 3,5 litrli hamma narsa ishlayapti, kamchiligi, ошибкалari yo'q. Eng arzonida 28.900